Milliy gvardiya saflarida xizmat qilayotgan akalar uchun hozirgi amaldagi mana shunday sariq fikseldan tikilgan ustavnoy formamizni obzorni qilib ko'rsatamiz. E'tiborli bo'linglar. Bu tomonida o'zini mana shunday Milliy gvardiyani sher emblemasi tushirilgan shibroni qo'yiladi. Bu tomonida O'zbekiston gerbi bilan tushirilgan shibroni qo'yiladi va bu tomonda qongurpasi chap tomonda, cho'ntagida ustiga, bu tomonda o'ng cho'ntagida ustiga Milliy gvardiya yozuvi, ya'ni nachivkasi qo'yiladi. Cho'ntaklari mana shunday ustavnoy. Materialimiz bu Dubay materialdan ishlangan bo'lib, pati chiqmaydi. Juda ham kiyishlikka yaxshi material hisoblanadi. Yozgi kuniga ham, kuzgi kuniga ham juda ham bir kiysangiz mazza qilib xizmat qiladigan forma. Endi ichimdagi mana futbolkaga e'tibor qilinglar. Futbolkamiz mana shunday sariq fiksel forma bilan kiyiladigan qizil tenlashka hisoblanadi. Bu tenlashkamiz mana shu yerda Milliy gvardiyani maxsus mana shunday emblemasi va orqa tomonda mana shunday emblemalari bilan boyitilgan. Juda ham materiali sifatli va bu tomonda mana shunday bayroqlari bor. Setishni salqin tenlashka hisoblanadi. Shimiga ham baho beringlar. Shimi ham mana shunday ustavnoy, cho'ntaklari juda ham yaxshi, chiroyli tikilgan. Belida mana shunday kiydi bo'lsa, sariq bu formaga tushadigan remellar bilan birgalikda. Endi oyog'imizdagi krossovka yozgi kuniga mana shu forma bilan kiysa juda ham rangi tushadigan va salqin, yengil, chiroyli krossovka hisoblanadi. M6 brendiga tegishli bo'lgan bu krossovkamiz mana shu forma bilan kombinatsiya bo'lib juda ham yaxshi tushadi. Sizlar uchun yana hozirgi amaldagi qaysi formalarni obzorni qilib ko'rsatsak foydali bo'ladi. Bularni izohlarda yozib qoldiring va albatta yurakcha tugmasini bosib obuna bo'lib qo'ying. Aynan mana shunday foydali ma'lumotlar boshqa yaqinlaringizga ham yetib borishligi uchun bizni kuzatib boring va bizda endi bundan buyog'i yanada yangi qiziqarli harbiy formalar va shunga o'xshagan ma'lumotlarni doim joylab boramiz.